Assalamu alaykum, dünyanın her qaysı joylarga muhacirat yaşayotgan qarindoshlarimiz. Hammalarga Allohning salomi, barakati, rahmati, marhamati ustinglarda bo'lsin. Masad xotin yan chiqib qoldi, Nurshad ukam. Endi biz siz bilan ingliz tili kursida birga o'qigandik. İnsanın güzellik degan yemiş turadigan narsa emas. Bir kiyimimni sat degan bo'lsangiz, o endi o'zingizning ko'zidagi dedim o o'zingizlarning ko'zayniki deb. Bu sizning güzellik qarashingiz, bu mening güzellik qarashim. Demokratiya degan nima deb o'zingizlar da'vo qilgan, demokratiyaga o'zingizlar amal qilmayotgansizlar. Hele kiyimiga, hele bir nimasiga, hele bir nimasiga hujum qilganning hammasi o'sha demokratiya bo'lmaganlikning. Sizlarning radikal degan nima deb men to'xtab efendim deb qo'yibdi, yalaqi bir narsani shu odamning o'zining ideyasiga so'ndirib, shuning ustidan nima qilsam radikallik deb bir narsani tushuntirib qo'yibdi. Endi hozir sizlarni hamma shu yorumni ko'rib baksam, inkaslarni hammasi shu yalaqi og'izlarda dinchi degandek, yalaqi endi buni demokratiyachi deb bichina qilib qo'ysak bo'lamdi qandoq? Endi demokratni o'zinglar nima qilasizlar, so'zlaysizlar, lekin demokratik bo'lmaysizlar ekan. Demokratik degan hamma odamningki yalaqi e'tiqodi, güzellik qarashi, hamma narsa o'ziga xos bo'lishi kerak. Alloh har insonni barmog'ini ayirib yaratdi. Men bo'lib yashayman, siz bo'lib yashaysiz. Shunda degan gapimdi. Shunga bu diniy e'tiqodi hech qanday nimasiga, urf-odatiga daxl tarz qilish bo'lmaydi bu. Demokratiya degan boshqa narsa deb tushunmayman-di. Şu miyadaki uqishmaslikni men daqiq tushuntirib o'tay. Quchqachnimi qassob so'ysin deydi. Bu dini alim degan ayrim narsa. Bu dini alim ayrim bir ma'no. Ma dinni yashaydigan odamlar ayrim gap. Ma biz yashaydiganlar, shu yo'lda mangadiganlar. Biz uni tabliq qildiganlar. Allah mau oyatda mundaq mazmun debdikan shu ma'no yo'qon deb tabliq qiluvchi biz emas. Biz faqat uni shuni o'zimiz amalga oshirdiganlar biz. Chunki biz Allohdan qo'rqqandan keyin biz o'zimizni musulmonlik sifatida Qur'onni o'qiymiz, ko'ramiz, bilamiz, uni tushunib, uni amal qilamiz. Ammo sizlarga tushuntirib bergidek, abi 10-15 yil o'qib, anadagi sizlarning oldingizga do'stlagan salalaydiganlar, mencha Kanadadan bor deb o'ylayman. Inshaalloh buni tushunib olasizlar. Endi mendagi shaxsiy manfaat degan nima alqima Abdumat Qarxon efendimniki qaytib kelayli. Lekin mendagi shaxsiy manfaat degani qanday tushunimiz bilmadim. Men bu yerda kim bu yerda shaxsiy manfaat qildi? Kim bu yerda bir raislik talashgan yo'q. Bir kichikina bir o'rinning bir egisi bo'lgan bir odam bu shaxsiy manfaatini u bu desa ya bu yerda bir yo'g'on bir liderlik maqomi yo'q bu yerda. Shunga buna masala yo'q deb o'ylayman. Ikkinchi birisi diniy to'niq o'rni olgan deydi. Endi urinish din degan bizningki dinimiz islom dinimiz. Endi miyadagi dinchi degan nega kelsak, men Qarxon apaning o'zining gapini o'zine eskartib qo'yay. Haram yeydiganlar, andan keyin milliy munofiqlar degan ma ikki gapning ma'nosi harom deganmi diniy ma'nodan kelgan narsa. Milliy munofiq degan munofiqmi jahannamning tagiga tushadiganini, kofirning ostiga tushadiganini munofiq qildi. Da munofiq bo'lmoq asos emas. Shu merdagi milliy munofiq degan ma kelima, andan keyin harom yegichilar degan ma ikki kelima nima desanglar, shu dinchilarning qo'llanadigan ish ifodasi. Dinchilar nima deydi desanglar, o'ziga kelmaganda, o'ziga bir narsa foydasiz bo'lganda, ma ikki kelimani qo'llanib, dindan foydalanib boshqalarni besim ostiga ilishga tirishadiganlar. O'zining maqsadiga yetkazish uchun o'ziga kelganda kerak bo'lgan chaqda dinni qo'llanadi, kerak bo'lmasa qo'llanmaydi. Men kerakkan kiydim masalan. Ben bunu yaşadım. Özümün hayatını dinle tatbiqlab yaşadım. Dindar desem ben özümde diyeleyim Allah kalırsa. Allah bilgeci yana vallahi alem. Bunu ben bilemeyim. Kibirli kısam olmaydı. Bu kimin bilen, bunun bilen ben özümde pəxirlənəməyim. Ama lakin bazı insanlar özünü mən dindar, mən takva, mən musulman deyip hatta şu biçare kızvalının ki kutsal bir nimesi de Allah'ın bergen bir nimesi bilen çıkısından kılan toyunun ki resmini aşağıya koyguça kadar hiçbir vasıta tallamay. Şunda özünün dinini ben dindardım deyip oturuğa çıkargıda kadar biçarıma biz. O kadar bulab ketmesek mi buludu biz özümüz bilişimiz, biz sizlerge iftira atmayımız ya töhmet kılgan ya yok. Fakat sizlerge degen gap ya da dinsiz, kafir degen mesele çıkmadı bir yerde.
Nimişqa falanca axunakili mamarasimi, miyada siz bakeme çıkıp koydum. Bu nima uyallamdı bu ya? Hicil bulaylı ey. Biz birbirimizge işineyli, sizlerle musamallığa işinimiz, biz sizlerge işinimiz, sizler bizge işinizler. Bunun mesele yok. Niye degen mesele? O qara kiydi degenni sizler deysizler. Xitoy bizning mushundaq deydi, deb Xitoydan qo'qab, sizlar mani kiymanglar, atmanglar, qilmanglar deysizlar. Endi vatandimi mushuni kiyayotgan biz 1000 yildan beri musulmon biz. Abdülhamid Qarixon degan Qarixonlar davrida biz Sulton Bug'roxondanki podshohlik davrida musulmon bo'lgan insonlar biz. Buningga nima qilgan Abu Nasr nima deydi uning ati? Mansur shundaq bir ism bilan atalgan zatninki Türkisida ustozi bo'lg'ashqa butun to'plam olarak musulmon bo'lgan. Ma xotinliklar 40 yil kim kelganga johil deb qo'ydi shunga. 40 yil kim kelgan bo'lsa-mu arashtirib, tadqiq qilib kirib bu odamlar yana hammasini baldu kirganlardan changroq tutib o'tdi. İmanni. Endi bu halqi bu yerdagi 40 yillik nimaligini deymiz, 1000 yildan ortiq bo'lgan yo'g'on bir chinodek bir nimani meva berayotgan bir olma desak, endi bu kichigina qisqagina 70-80 yilning ichida u boshqa bir dinastiyani ulab qo'ygandek ish ulab qoldi bu. Ma yondan shoxlab chiqqan meva degan 1000 yildan tatib meva berayotgan, olma bo'layotgan, yong'oq bo'layotgan ma daraxtni sen turiblam boshqa bir meva bersa desak, o bo'lmaydi. Uni siz ulashinglar kerak-da. Xitoy shunda ulab qo'ydi. Boshqa bir shoxni ulab qo'yib, bizga qanday ko'rsatdi? Sen ma kesimlik odamting. Bunda bo'lsang bo'ldi degan ma va hozirgi gap Xitoyning siyosatiga mos keladigan diniy arboblarni, ha shunda bir Qur'onlarni chiqaryapti vatanda. Mushunga moslashib qolganlik deymiz buni. Bu 1000 yillik tarixi bo'lgan insonlarning kiyayotgan bu kiyimlarni bir anda bir tarafga evitishinglar bu to'g'ri bo'lmaydi. Oyada kelib, bu yerda nima chiqdi desanglar, oyadagi ayollarni, oyadagi kiygan hijoblangan, qora kiygan ayollarni turmalarga tashladimi? Tashlagandan keyin bular shunday johildi, o'qimagandi, qarq o'saqda degan oldu. Bir muncha aydınlarımız var, bir muncha ziyolilarimiz var, bir muncha boylarimiz aşadan boshlab surdi bular. Mana tashlab bo'lib, xalqarog'inim dedi, mana mushu kasbni biz tarbiyalab o'tamiz dedi. Sizlar qo'pib biz radikal adamlar, total bir uch adamlarimiz ham aralashmaydigan menda radikal deb bilsanglar, ha, oyadan chiqib qolgan radikallarni chalisa niyada o'xshaydi deb Mao Türkiye'ye xato tashviq bo'lib qoldimi shu gapinglar. Buni sizlar bir qatim demedinglar, davomli devatsizlar. Şuna ma Türkiye'de cık adam vatandaşlık alamayotdi. Haqqasılarning shunday go'zal anglamışlarning xato bizga xato aşılar başqa millatlarga sizlar xato tushuncha beryapsizlar bizni. Xato ko'rsatyapsizlar. Biz oshqon yana bir emas biz. Biz faqat dinimizni yaxshi yashayotgan, go'zal vatanimizni bir-birimizni quchoqlab o'tayotgan bir millatdik. Sizlar kelib bu yerda onda desanglar, vatandik odamlarningki turmoq kelish haqdagidek, oyadagi odamlar turmoq kelish bo'lgandagidek mana chiqdi bu yerda chiqmam deya. Shu mana bizning hammamizning tepkisi, hammamizninki nimasi mishada bo'lib qoldi. Shu bunga bunday qilqidek harom millat deb balqa dini to'nga kimning o'rni olganligini o'zinglar bilib qolsanglar bo'ldi bu yerda. Bölgünçilik qildi. Ma gapning o'zi bölgünçi degan gap Xitoyning og'zidan chiqayotgan gap. Taqi bizga vatan qurilmadiki, qaysi bölgünçilikni qilamiz ekan? Sizlar o'zinglar qurmagan vatanda tug'ilmagan bu vaqtni hozir sizlar o'ltiryapsizlar hozirning o'zida bo'lab ashuni. Madaniy tug'ilmagan davlatga madaniy inqilobni kelyapsizlar. Yana bir gapingizni bunda deb ekansiz. Nima aniqi? Men yolg'iz emas, orqamda u odam bor, bu odam bor debsizlar. Yana bir yerda Supining gapi bor. Endi sizning orqangizdagi odamlar shu oppoq uchi boshlab kelgan g'oldan o'xshamamdi unda bo'lsa. Ma dunyoning g'oldanlari orqangizda bormi? Deb so'g'im keladi mash efendimdan. Ama Dünya Uyghur Qurultayini orqangizga ilib olib, xalqni Dünya Uyghur Qurultayidan olib etaman degan bo'lsa bu xato. Nimishqa deganda bu Dünya Uyghur Qurultayining har qanday o'rinlashtirishiga bizning xalqimiz aktiv qatnashdi. Mushu Sadxo'tullah ashaga chiqib o'tirib, vatandagi shikoyatlarni anglatdi, nima berdi, shohidlik berdi mushu Sadxo'tullah. Mushu Sadxo'tullah Anqaragacha bordi. Hamma yerda qo'ldan kelgancha mushu sat ayollar shu ishni qildi. Dunyoga og'zini anglatganlar mushu sat ayollar mas internet kirib bergan qaysi bir da boshliqda do'ppini kelib qolgan chichini
bir de ürüvagan kızlar çıktı. Naydı az bunda kesim. Hem bunu özümüzün tanışı dedik. Biz ulanı mı kucakladık? Amerika'da mesela yani bir hanım efendi var, o mu kildi? Rişan Abbas hanım var, o biz mi kucaklaymayız? Vay senin yağlı qatağın demeyimiz şu hanımga. Anandaki ma bizning aktivistlerimizden yaqinda kelgan Gulchehra hanım keldi. Bu hanımın parlamentdan Amerikanın parlamentiga berip taş hanım, onun yağlığı taqaşmaptı. O hanım bilan quchoqlashdik, ko'rgansizlar, hadiyalarni berdik, quchoqlashdik, yig'lashdik hatta. Biz demokratiya deb bir-birini işledik. Mana bu haqiqiy islom dinininki yo'li bo'lg'ashqa. Xohlasangiz bakroq yurgunisiz, xohlasangiz mundaroq yurgunisiz. O sizningki tanlashingiz. Qaysi jannatga kirgangiz bo'lsa, qayerda sizningki ishingiz yaxshi kelsa, siz o dunyolig'ingizni yaxshi qilishingiz uchun o dunyoning bankasiga jiqroq pul yo'lab qo'ysangiz, qaysi shaklda bo'lsa, shuni qilasiz. Gapni men mishada tugitay, hamda shu bizningki Uyg'ur millatimizningki bayrog'imiz bilan yana bir gapni deb qo'ysa, arablashtiryaptilar. Ma'ni deb o'tay. Arablashtiryapti degan bir gap ishim bor ekan. Ben demiş qarablaştırıb etəmə. Mən patişimə makimni kiygan bilan içimdə yəni atlas köynükim var. Mənəm yəni atlas turubdu. Mən bayrağımı süymə. Mən vətənimni süymə. Mən aqımğa məni qo'yib qo'ydim. Yadaqdı, mən gəlib qo'ydim. Mənim işxanamda davamlıq İstiqlal marşı var. İstiqlal marşını qasını yada bilirsən, şundaq qaqşıqanlar. Qaysınlar şahidlik berib aldığı çıxıb baqdanlar məsələn vətən üçün. Ama şu nimeden sonra bakay, Abdülhamid Karhan efendim mi şahitlik verdiniz mi? Muşu Sətqotullah verdi şu şahitlik ne? Muş İstanbul'da bütün ayarlar nerede kıptı, nerede öptü, ben aşağı yugurab berip aşağı şahitlik verdik. İşlemege karamay verdik aşını. Aşılarının mı vatanda atansı var, balıvaklar, uçu buçusu battı. Ben esirmeğen yılan 1000 yıl yaşasında yaşamadık. Biz kulumuzda nemekası kıldık. Yani bir yerde dinden ağrı etken, milletini Araplaştırıp etken, hiç kanda bir mesele yok. Arap'ınki biz ilk nemesini yevamadık. Ben deneydik, tamamını yevamadık. Biz yani pololarımızı yiyemiz. Arapça kayıp halik demedik, Uygurca yap kılıvatımız sizlerge. Eğer sizler belki Türkleşki, belki milletinlerini sevke sağlama, isimlerini özgertire sağlama buludu. Mesela Abdülhamid, diğer isim Arapça. Müşer Arapça isim yok bir adam var ama naydı az. Asasen bizden kesim aşındak millet. 1000 yıldan artık itiqatqa bo'lgan millet deganning bola tug'ilsa Qur'ondan isim qo'ymiz en başta. Şunu Xitoylanib qildi, vatandagi bütün shunday Oyisha, Asma, haliqidek diniy isimlarni, Muhammad degan isimlarni cheklab keldi. Muhammadda bir muncha odam bor bizning aramizda. Demak, bu yerda bunday qilqi millatninki jon tomiriga keldigan buna gaplarni qilish bilan bu da'vo yurmaydi qarindoshlar.